Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimiz inshaalloh vasila to'g'risida bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanutaqulloha vabtaghu ilayhil vasila. Ya'ni ey iymon keltirganlar, Alloh taolodan taqvo qilinglar, ya'ni Alloh taolodan qo'rqinglar va vasila istanglar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Tafsiri Bag'aviyning sohiblari o'zlarining tafsir asarlarida keltiradilarki, vasila so'ziga ta'rif berib, quyidagicha ta'rif keltiradilar. Ya'ni al-vasilatu kullu ma yutaqarrabu ilallohi. Ya'ni vasila bu har bir narsaki Alloh taologa taqarrub topadigan, ya'ni yaqinlashtiradigan narsadir. Ya'ni u bilan Alloh taologa yaqinlashtiriladigan narsa vasila hisoblanishligini tafsiri Bag'aviyning sohiblari tafsirlarida keltiryaptilar. Endi vasilani turlariga keladigan bo'lsak, birinchisi duo istash ma'nosida. Ya'ni bir Arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, chorvalarimiz halok bo'lyapti, bolalarimiz suvsizlikdan qiynalyapti, ummatingning haqida payg'ambarimizdan duo so'raganlar. Bu birinchi turi hisoblanadi. Ikkinchi turi Alloh taolaning ism sifatlari bilan vasila qilishlik hisoblanadi. Uchinchisi solih amallar bilan, ya'ni inson o'zi qilgan solih amallari bilan vasila qilishlik ham bor ekanligi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislarida rivoyat qilingan. Buni Imom Buxoriy va Muslim o'zlarining sahihlarida keltirganlar. Keyingisi o'tgan solihlarni martabalaridan, ularning hurmatlaridan deb so'rashlikni ham joizligini keltirishadi. Vasila qilinuvchi narsa 4 ta narsa ekanligini 4 ta mazhab ulamolari ittifoq qilganlar, bu narsa joiz ekanligini keltirganlar. Endi bugungi kundagi soxta salafiylar, bemazhab toifalar o'tgan solihlar bilan vasila qilishlikni joiz emas yoki shirk deyishadi, yoki shirki akbar deyishadi. Endi bu so'z to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu to'g'risida biz fiqhiy masalalardan va o'tgan ulamolarimizni keltirgan kitoblaridan masalaga yondashamiz. Bu to'g'risida birinchi keltiradigan hujjatimiz Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhuning davrlarida qahatchilik bo'ldi. O'shanda Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu o'zlarining zamonlaridagi insonlarni istisqo uchun, ya'ni yomg'ir tilab namoz o'qishlik uchun chiqardilar va shu yerda Abbos ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhu ulug' yoshga borib qolgan edilar va u kishi bilan vasila qildilar va aytdilarki, Allohumma inna kunna natavassalu ilayka binabiyyina fatusqina. Ey Parvardigorim, biz senga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan vasila qilardik, bizga yomg'ir berarding. Va inna natavassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina. Va hozir biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari bilan vasila qilamiz, bizga yomg'ir bergin deb duo qildilar va shundan keyin Hazrat Abbos roziyallohu anhuga ham duo qildirdilar. Va raviy rivoyat qiladiki, o'shandan keyin yomg'ir berildi deydilar. Endi mana shundan kelib chiqqan holatda bemazhab toifalar aytadilarki, Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan vasila qilmadi va Abbos roziyallohu anhu bilan vasila qildi, chunki payg'ambarimiz bu vaqtda olamdan o'tgan edilar. Agar joiz bo'lganda payg'ambarimiz bilan vasila qilgan bo'lardi, bu joiz emas va o'tgan solihlar bilan vasila qilishlik shirk deyishadi va bugungi kungacha o'zlariga ergashganlarni mana shunday narsa bilan ular tushuntirib kelishadi. Ya'ni o'tgan solihlar bilan vasila qilishlik shirki akbar deyishadi va o'tgan solihlar bilan vasila qilishlikni quburiylar yoki qiluvchilarni quburiylar deyishadi. Bu so'zlari to'g'rimi yoki noto'g'rimi, bunga o'tgan solihlarimizni kitoblariga murojaat qilgan holatda hozir bunga javob berishlikka inshaalloh harakat qilamiz. Endi Ahmad Zayni Dahlan ad-Durrar Saniya fi Raddi ala al-Wahhabiyya nomli kitoblarida keltiradilarki, Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan boshqa bilan ham vasila qilishlik mumkin ekanligini bildirishlik uchun Abbos roziyallohu anhu bilan demak vasila qilganliklarini keltiradilar. Va 4 ta mazhab ulamolari ham vasila qilishlikni, ya'ni o'tgan solihlar bilan vasila qilishlikni joiz deydilar. Bemazhab toifalar bo'lsa vasila qilishlikni xuddi Makka mushriklari butu sanamlarga sig'ingan kabi tenglashtiradilar.
bu ishlari to'g'rimi noto'g'ri ekanligiga Ahmad Zayni Dahlon quyidagicha javob beradilar. Ya'ni birinchidan Makka mushriklari Alloh taolodan o'zga sanamlarni o'zlariga iloh qilib olgandilar. Ya'ni ularni ilohlarimiz, xudolarimiz derdilar. Ularni ibodat qilishlikka loyiq derdilar va ularga nazrlarni va qurbonliklarni atardilar. Ya'ni 3 ta masala keltirilyapti bu yerda. Ammo musulmonlarga keladigan bo'lsak, vasila qilinuvchini ular iloh deyishadimi? Iloh deyishmaydi. Yoki ularni ibodat qilishlikka loyiq deb bilishadimi? Loyiq deb bilishmaydi. Yoki ularni qabrlariga atab nazr yoki qurbonliklarni qilishadimi? Bu narsani qilishmaydi. Demak, mana shu o'rtadagi ikkala farqni bilmagach, ular chalkashtirib yubordilar deydilar va musulmonlarni Makka mushriklari bilan tenglashtirdilar va ularni kofirga chiqardilar. Bu ishlarning noto'g'ri ekanligini mana shu ikkita farqni orasida ikkita farq bilan farqlashlikni ular farqlamadilar va musulmonlarni Makka mushriklari bilan tenglashtirdilar va bu ishlari nihoyatda xato ekanliklarini bu yerda keltiradilar. Ya'ni biz agar matnga e'tibor qiladigan bo'lsak, ammal muslimuna fa innahum va lillahil hamdu bari'una min zalika, ya'ni Alloh taolaga hamd bo'lsinki, musulmonlar o'sha narsadan, ya'ni Alloh taoladan o'zgani iloh deb bilishlikdan va ularni ibodat qilishlikka loyiq deb bilishlikdan pok ekanligini aytadilar. إذ لا يعتقدون شيئا يستحق الألوهية والعبادة غير الله فهذا هو الفرق بين الحالين. Ya'ni ular, ya'ni musulmonlar Alloh taoladan o'zgani ilohlikka loyiq deb bilmaydilar va Alloh taoladan o'zgani ibodatga loyiq deb bilmaydilar va ikkita holatdagi o'rtadagi farq mana shu ekanligini keltiradilar. Ya'ni ikkita holatni o'rtasidagi farq yuqorida biz keltirib o'tdik. Makka mushriklari Alloh taoladan o'zgani, ya'ni sanamlarni ilohlar deb xudolarimiz deyishardi va ularni ibodatga loyiq deyishardi. Endi musulmonlar bo'ladigan bo'lsa, vasila qilinuvchi zotni hech qachon ilohlarimiz deyishmaydi yoki ularni ibodat qilishlikka loyiq deyishmaydi. Mana shu ikkita o'rtadagi farq bo'lganligi uchun bu narsada demak ularni qilayotgan qiyoslari botil ekanligini keltiradilar va vasila qilishlik joiz ekanligini keltiradilar. Endi mantiqan olib qaraladigan bo'lsa, agar vasila qilishlik shirk yoki kufr bo'ladigan bo'lsa, tirik bilan qilingan vasila ham shirk bo'lib qolardi agar ularni nazdida qaraganda. Birinchidan masala, ya'ni tirik bilan o'likning nima farqi bor? Ya'ni ikkalasi ham inson hisoblanadi. Ya'ni tirik bilan qilingan vasila mumkinu, o'lik bilan qilingan vasila shirk deyiladigan bo'lsa, bu nihoyatda mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu masalaning birinchi jihati. Ikkinchi jihati, jumhur ulamolar 4 tala mazhab ham o'tgan solihlar bilan vasila qilishlikni joiz deydilar. Faqatgina shoz ulamolar, nihoyatda oz, o'sha 4 ta mazhabdan tashqari bo'lgan oz ulamolar o'tgan solihlar bilan vasila qilishlik joiz emas deydilar. Demak, agar mantiqan qaraydigan bo'lsak, joiz yoki joiz demaslik mumkin, lekin shirk deyishlikka hech qanday o'rin yo'q ekanligini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bugungi kundagi soxta salafiylar va bemazhablarni musulmonlarni noto'g'ri shirkda, kufrda ayblashliklari, ularni quburiy deyishliklari, ayrimlar hattoki o'zlarining ustozlarini ham quburiy deb aytishlikka yetib borganligini ko'rishimiz mumkin. Bu afsuslanarli holat. Shuning uchun bu narsada biz ehtiyotkor bo'lishimiz kerak, musulmonni kufrda ayblashlikda va shirkda ayblashlikda. Bunga yuqorida biz keltirib o'tgan dalillardan bilishimiz mumkinki, bu o'zimizni shaxsiy fikrimiz yoki qarashimiz emas. Biz 4 tala mazhabni, ulamolarni so'zlarini keltirgan holatda bu narsalarni aytib o'tdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.